Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. 35 million so'm bor yoki kvartirali bo'lishingiz mumkin. 6-etaj, 4-etaj, 5-etajdan xonadonlar sotilayotir. 82 kvadrat bo'ladi. Hamma sharoitga ega. Manzilga keladigan bo'lsak, Qo'shko'pir MIPni dik yonida. Zdaniyaga qaranglar. Zdaniya вообще gap bo'lishi mumkin emas. Место o'ta zo'r. Hamma sharoiti bor. Oldindan bor parkovka, orqasidan bor. Xullas yo'q narsani o'zi yo'q. Olasiz 35 million so'm, oyina 5 million so'mdan to'lab bosib beradigan yeri. Kim kvartira qidirib yurgan bo'lsa, marhamat, hozir ichonlarini go'stib hammasi bilan danishtiramiz. Gaz svetdan muammosi yo'q, hammasi o'tib turibdi, hamma sharoitidan ega. Prosta yashab ketsangizlar bo'ldi. Ina remont holi. Agar remont etaman desangizlar, shunday deb remont etib, polnisi girib yashasangizlar bo'ladi. Lekin bizga sotiladigan satchakimiz korpus ne bo'ladi? Korpus korobka variantda sotiladi. Liftdan bayna qaranglar. Girasizlar, muzikalar o'ynab turibdi, ajoyib zakonning. Ketaverasizlar. Oltiga chiqamiz. Ya 5 dan ko'ramiz. 630 kilogramm odamga 8 odam sig'adigan liftda. Ajoyib. Muzikani eshitibmisizlar? 5-qavat. Yana aytadimga, yana 5-qavatda xush kelibsizlar, chorlar bilan yana sizlarni kutib oladilar. Neda sotiladi bu deydi? Yana 26-xonadonimiz sotiladi. Marhamat. Keyin dokument kadastrına keladigan bo'lsak, hammasini ekranlarda chiqarib qo'yamiz. Hammasi tog', bemalol, nima desam, tortibmin, xo'patmin, asonizlar bo'ladi, ko'rtmin, hammasi tayyor, zo'r. Hazzatib, remont etib yashasangizlar bo'ladi. Remontini ham ko'rsatamiz. Remont bo'lgan yerlar bor, lekin shunning korpuslar sotiladi. Sveji, ajoyib, manzarasi ham o'ta zo'r. Bundan qarasangizlar ham bo'ladi. Ikki tarafidan ham zo'r. Keyin pastda bolalar maydonchasi ham bor. Aynan bolalaringiz hazatib, o'ynab kulib yuraveradi. Parkovkalari bor. Hamma sharoit bor. Minning joy topish qiyin. Yana Qo'shko'pirning sentrida, MIPni yonida joylashgan. Maktabingiz ham yonida, Hamid Olimjon maktabda bolalaringizni maktabga bersangizlar, shundan 5 minutlik, 2 minutlik yo'l park kelib hazatib o'qib yuraveradilar. Keyin bu tarafda bu ichki xonali qani? 82 kvadrat bir. Ajoyib, yana 2 xonali bo'ladi. Xohlagan usulda yana o'zlaringiz tuzaverasizlar. Bir oshxona, bu taraf tualet, vanna, bani, bu taraf yana spalniyat sizlar bo'ladi. Xullas o'zingizni vkusingizni, o'zingizni didingizga qarab moslaverasizlar. Bu tarafdan mana ko'rinishlari. Xullas shundan uya ega bo'lasizlar. Bu lekin 28-dekabrdan amal etadi. Shungacha ulgurib qolinglar, pastda nomerlarni chiqarib qo'yamiz. Sirazu bog'lanib, sirazu bosib beradigan narsa 35 million so'm navbat turibdi. Bir Matiz'ni pulini yoki bir sportsion mototsiklni pulini joylab bo'lib ketasizlar, xudo xolasa. Yana oylik to'lovlar ham zo'r axir. 5 million, oyina 5 million to'lab hazatib yashasangizlar bo'ladi. Bu videoni shu joy qidirib yurgan, kvartira olib bilmay yurgan danishsangiz, yuborib qo'ying, puli oz bo'lsa, yana olib bosib bersalar bo'ladi. Sog' bo'ling, boy bo'ling, bitta like bosib qo'ying.